Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz mavzuyimiz ketma-ketlik va uning limiti. Bugungi darsda o'rganadigan obyektlarimiz, demak, ketma-ketlik o'zi nima? Chegaralangan ketma-ketlik, ketma-ketlik limiti, yaqinlashuvchi va uzoqlashuvchi ketma-ketliklar, ketma-ket ularning xossalari, aniqmaslik turlari, monoton ketma-ketliklar hamda ajoyib limit tushunchalarini bugungi darsda o'rganamiz. O'zi ketma-ketlik tushunchasini biza demak har bir natural songa mos qo'yiluvchi A1, A2, AN va hokazo ketma-ketliklarni aytishimiz mumkin. Bunga misol sifatida natural sonlar ketma-ketligi masalan 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo n. Xuddi shunaqa ratsional sonlar ketma-ketligi m taqsim n ko'rinishidagi ratsional sonlar ketma-ketligini olishimiz mumkin. Yoki umumiy holda AN ko'rinishida berilishi mumkin. Demak, mana shu ketma-ketliklarni, demak, sonlar ketma-ketligi deyiladi. Misol sifatida mana A1, A2 va hokazo AN sonlarning ketma-ketligining hadlari deyiladi. AN ga ketma-ketlikning umumiy hadi deyiladi yoki ketma-ketlikning n'inchi hadi deyiladi. Misol sifatida mana umumiy 1 taqsim n ketma-ketligi. Bunda n o'rniga 1 qo'ysak 1, n o'rniga 2 qo'ysak 1 taqsim 2, n o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak 1 taqsim 3 va hokazo 1 taqsim n ko'rinishida ifodalashimiz mumkin. Shuningdek, mana ikkinchi misolimiz, demak, juft sonlar ketma-ketligi. Birinchi hadi 2, ikkinchi hadi 4, 6, 8 va hokazo 2n. Umumiy hadi demak bizada 2n ni tashkil qiladi. Endi 1 taqsim n ketma-ketligini ozgina tushuntirib o'tadigan bo'lsak, ketma-ketlikning elementlari, demak, 0 soniga nisbatan xarakterini ko'raylik. Demak, n 1 bo'lganda eng katta hadi 1 ga teng bo'ladi. 2 bo'lganda yarim. Mana sonlar o'qini ko'rishimiz mumkin. 1 taqsim 3 bo'ladigan bo'lsa, yana undan ham kichik. 1 taqsim 4 undan ham kichik va hokazo 1 taqsim 5, 1 taqsim 6 yoki 1 taqsim millionni ko'radigan bo'lsak, bu 0,5 ta 0 yana 1 bo'ladi. Ya'ni qancha n'imiz kattalashgan sari bu ketma-ketlik 0 ga yaqinlashib boraveradi. Bu demak, oraliqdan tashqarida ketma-ketlikning nechta hadi bor? Masalan, mana shu 1 taqsim n ketma-ketligining minus 1 taqsim 2 hamda 1 taqsim 2 oraliqda nechta hadi bor? Demak, 1 taqsim 2 kirmaydi. Bu yerda ham cheklida, demak, atrofida kichiklashtirilganimizdan sari uning tashqarisida ketma-ketlikning hadlarining soni oshib boradi. Lekin bunday hadlarni soni chekli bo'ladi. 0,-0,1 hamda 0,1 oraliqdan tashqarida ketma-ketlikning 1000 ta hadi joylashgan bo'ladi. Buning ichida cheksiz ko'p elementlar joylashgan. Endi mana bu limitning ta'rifi bo'yicha 1 taqsim n ketma-ketligining 0 ga intilishi ko'rsatib berilyapti. Demak, 1 taqsim n minus 0 katta-yoki teng, demak, epsilon sifatida 0,1. Bu tengsizlikdan ko'rishimiz mumkin. 1 taqsim n katta-yoki teng 0,1. Bundan n ning 1 taqsim 0,0,1 yoki 1000 chiqishi bu boyagi oraliqdan tashqarida 1000 ta elementi borligini bildiradi. Agar demak A nuqtaning har qanday atrofidan tashqarisida xn ketma-ketlikning chekli sondagi elementlari joylashsa, A nuqta ketma-ketlikning limit nuqtasi deyiladi. Agarda A nuqtaning har qanday atrofida xn ketma-ketlikning biror nomeridan boshlab barchasi shu oraliqda joylashsa, A nuqta ketma-ketlikning limit nuqtasi deyiladi. Bu yerda ikkita ta'rif berilyapti. Shu nuqtaning atrofidan tashqarida chekli hamda shu nuqtaning atrofida cheksiz ko'p elementlar joylashsa, o'sha demak nuqtaning limit nuqtasi deyiladi. Endi ketma-ketlikning limiti ta'rifini beramiz. Bu yerda ixtiyoriy epsilon musbat uchun shunday katta n nomer topiladiki, katta n AN ketma-ketlikning o'sha katta n dan katta bo'lgan barcha qiymatlari uchun AN minus A absolyut qiymati jihatdan kichik epsilon tengsizlik bajarilishi o'rinli. Bu A sonining ketma-ketlikning limiti deyiladi.
yoki an a ga intildi deb yozishimiz mumkin quyidagidek, yoki limit animiz n cheksizlikka intilganda barobar a ko'rinishida yozishimiz mumkin. Mana shu nimada tushuntirib berilgan, o'zi absolyut qiymatning ta'rifiga ko'ra, demak an minus a ning absolyut qiymatini ochadigan bo'lsak, bu kichik yoki teng epsilon, katta yoki teng minus epsilon bo'ladi. Endi minus a ni o'ng tomonga ham chap tomonga o'tkazadigan bo'lsak, bu yerda a minus epsilon kichik an kichik a plus epsilon ko'rinishidagi oraliq kelib chiqadi. Bu oraliq interval deb yaxshilab e'tibor berishlaringiz kerak bo'ladi. Endi ketma-ketlik limitining ma'nosi bu en yetarlicha katta sonlar uchun ketma-ketlikning hadlari a dan juda kam farq qiladi. Ya'ni o'sha limiti demak f qanaqadir katta n topiladiki, undan katta bo'lgan barcha hadlari o'sha a nuqtaning atrofida joylashgan bo'ladi. Misol sifatida 1/n ko'rinishidagi ketma-ketlikni olishimiz mumkin. Sizlar ko'rishlaringiz mumkin. Endi ketma-ketlikning limiti 0 ekanligini ko'rsatishimiz kerak. Buni o'sha boyagi ta'rif bo'yicha mana epsilon barobar 0,1000 bo'lsin. Ta'rifimizda mana limitning ta'rifi berilgan an minus a kichik epsilon nimani topishimiz kerak. Lekin o'sha katta n ni o'sha epsilonga bog'lab biza ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Mana animiz ketma-ketlikning umumiy hadi 0 esa katta amiz, bu ketma-ketlikning limiti. Orasidagi farq epsilondan kichik. Mana shundan kelib chiqadi, tengsizlikdan 1/nimiz kichik 0,1000. 0,1000 ni biza nimaga o'tkazadigan bo'lsak, n katta 1000 dan bo'ladi. 1000 dan boshlab qolgan barcha elementlari ketma-ketlikning o'sha demak 0 nuqtaning atrofida joylashgan bo'ladi. Ikkinchi misolga qaraydigan bo'lsak, mana 0, 3/2, 2/3, 5/4, 4/5 va hokazo umumiy hadini qarasanglar, 1 plus minus 1 ning n'inchisi taqsim n ko'rinishda bu shu ketma-ketlikning 1 ga intilishini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun epsilonimiz endi kattaroq olingan 0,1 ta'rif bo'yicha ko'radigan bo'lsak, mana shu ayirmaning umumiy hadi, ketma-ketlikning umumiy hadidan 1 ni ayirganda epsilonimiz 0,1 dan kichikligini ko'rsatishimiz kerak. Shunga bunda ham demak bir qovuslarni ochadigan bo'lsak, 1 bilan minus 1 ketib qoladi. 1/n endi minus 1/ning minusning absolyut qiymati yana 1 bo'ladi. 1/n kichik. Bundan ko'rishimiz mumkin, 1/nimiz 1/10 dan kichik. O'shanda n'imiz 11 dan boshlab, ya'ni 10 dan katta, 11 dan boshlab boshqa barcha elementlari bir nuqtaning atrofida joylashgan bo'ladi. Keyingi misolimiz mana shu limitni topishimiz kerak. Birinchi xn ketma-ketligimiz ilzosti n plus 1 va minus ilzosti n ko'rinishida berilgan ketma-ketlikning 0 ga intilishini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun o'sha ketma-ketlikning umumiy hadiga ilzosti n plus 1 minus ilzosti n ning qo'shmasi, ya'ni mana shuning plyusligini ko'paytirib bo'lamiz. Ya'ni mana ko'rishimiz mumkin, ilzosti n plus 1 plus ilzosti n ni ko'paytirib bo'ldik. Bu yerda demak bir xil songa ko'paytirib bo'lsak, demak ketma-ketlikning hadlari o'zgarmaydi. Endi qisqa ko'paytirish formulasidan foydalanadigan bo'lsak, a minus b, a plus b turibdi. Bu a kvadrat minus b kvadratga teng. Ilzosti n plus 1 ning kvadrati minus ilzosti n ning kvadrati. Ko'rinib turibdiki, n bilan minus n qisqarib ketadi, yuqorida 1 qoladi. Ilzosti n plus 1 plus ilzosti n. Bu n cheksizlikka intilganda 0 ga intiladi. Endi faqat o'sha joydan biza n ning necha ekanligini topishimiz kerak bo'ladi. Bundan demak biza tengsizliklardan foydalanamiz. Mana 1/n ilzosti n plus 1 plus ilzosti n. Bu yerda men ilzosti n plus 1 ni undan kichikroq kasrga almashtirib yuborsam, ya'ni ilzosti n ga, kasrimiz kattalashadi. Shuni demak 1/2 ilzosti n bo'ladi, kichik epsilon. Bundan katta n ni topishimiz mumkin. N ning o'zini topadigan bo'lsak, n kichik demak n katta
ikkita bir taqsim 2 4 epsilon kvadratga teng bo'ladi. O'shaning butun qismidan bitta keyingi haddan boshlab barcha hadlari o'sha demak birning atrofida yotadi. Endi demak A nuqta ketma-ketlikning limit nuqtasi bo'lmasligi uchun uning shunday atrofi bo'lishi kerakki, unda tashqarida ketma-ketlikning cheksiz ko'p elementi joylashishi kerak. Boyagi tarifga teskari tarif. Demak, limit nuqtasi bo'lishi uchun limit nuqtaning atrofidan tashqarida chekli element bo'lishi kerak edi. Agarda cheksiz element bo'ladigan bo'lsa, bu limit nuqta bo'lmaydi. Misol, xn barobar -1 ning n'inchisi, ketma-ketligimiz bu limit mavjud emas. Bu -1 birlardan tashkil topgan. Endi o'rniga 1 qo'ysak -1, 2 qo'ysak 1, 3 qo'ysak -1, 1 va hokazo. Limit endi limit nuqta deb -1 ni oladigan bo'lsak, uning atrofidan tashqarida cheksiz ko'p 1 bor. 1 ni limit nuqta deb oladigan bo'lsak, shu 1 ning atrofidan tashqarida cheksiz ko'p -1 bor. Demak, boyagi tarifga zid. Shuning uchun bu limit mavjud emas. Endi yaqinlashuvchi va uzoqlashuvchi ketma-ketliklar agarda A soni chekli bo'lsa, ketma-ketlik yaqinlashuvchi deyiladi. Agar ketma-ketlikning limiti chekli bo'lmasa yoki ketma-ketlik limitga ega bo'lmasa, ketma-ketlik uzoqlashuvchi deyiladi. Demak, limit mavjud bo'lsa, chekli bo'lsa, demakki bu ketma-ketlik yaqinlashuvchi. Agarda cheksiz bo'ladigan bo'lsa yoki mavjud bo'lmasa, bu ketma-ketlik uzoqlashuvchi bo'lar ekan. Endi o'sha ketma-ketligimiz n cheksizlikka intilganda limiti 0 bo'lsa, buni cheksiz kichik miqdor deyiladi. Agarda limiti cheksiz bo'ladigan bo'lsa, cheksiz katta miqdor sifatida u yangi tushunchalar kiritilyapti. Endi keyinchalik biz juda ham ko'p foydalanamiz. O'sha yaqinlashuvchi ketma-ketliklarning xossalari quyida berilgan. xn bilan yn ketma-ketliklarimiz yaqinlashuvchi bo'lib, uning limitlari chekli a b ga teng. U holda yig'indisi ham yaqinlashuvchi bo'lib, ularning limitlarining yig'indisiga teng bo'lar ekan. Yana ko'paytmasi ham yaqinlashuvchi bo'lib, ularning limitlarining ko'paytmasiga teng. Bundan tashqari, 3-xossada ularning bo'linmasi faqat shart qo'yilyaptiki, yn ning limiti b 0 dan farqli bo'lishi. Shuningdek, 4-xossada alfa sonini limit tashqarisiga chiqarish mumkin. Mana shu xossalardan demak keyinchalik biz foydalanamiz. Endi aniqmaslik turlari ham bor. Masalan, limit an cheksizlikka intilsa, hamda bnimiz ham cheksizlikka intilsa, u holda cheksiz minus cheksiz. Bu limitimiz cheksiz minus cheksiz ko'rinishdagi aniqmaslik bo'ladi deyiladi, lekin bu 0 ga teng emas. Har xil ifoda chiqishi mumkin yoki cheksiz chiqishi mumkin yoki 0 chiqishi mumkin va hokazo. Biz buni aniq ayta olmaymiz, shuning uchun buni aniqmaslik deyiladi. Yana undan tashqari limit an taqsim bn bu ham cheksiz taqsim cheksiz ko'rinishda. Buning limiti ham aniq emas. Hozir misollarda ko'rishimiz mumkin. Bu limit 1 ga teng emas. Bir xil sonni bir xil songa bo'lganda limitning birligini bilamiz, lekin uning cheksiz taqsim cheksiz biz cheksizga borib kelmaganmiz. Shuning uchun bu 1 ham bo'lishi mumkin yoki cheksiz ham bo'lishi mumkin yoki 0 ham bo'lishi mumkin va hokazo. Endi agarda demak an ketma-ketlik 0 ga intilsa, limit bn ham 0 ga intilsa, ularning nisbati ham aniqmaslik. Bu yerda 0 taqsim 0. Bizga shu paytgacha o'rgatilgan qoida bo'yicha 0 ga bo'lish mumkin emas degan qoidamiz bor. Lekin bu ketma-ketlikda aniqmaslik, bu 1 ham bo'lishi mumkin, 0 ham, cheksiz ham, hokazo. Endi misol sifatida qaranglar, mana bu ham n cheksizlikka intilganda cheksiz taqsim cheksiz ko'rinishdagi aniqmaslik. Endi o'rniga cheksiz qo'yadigan bo'lsak, surati ham cheksiz, mahraji ham cheksiz. Faqat endi soddalashtirishlarda suratini n ga bo'lamiz hamda mahrajini ham n ga bir vaqtning o'zida bo'ladigan bo'lsak, yuqorida demak 4 plus 1 taqsim n, mahrajida 2 minus 1 taqsim n hosil bo'ladi. N'imiz
Yana shu limitni xossalaridan alohida surat mahrajini limitlarini olishimiz mumkin bo'ladi. 1 taqsim n'imiz n cheksizligiga intilganda 0, 1 taqsim shuning uchun yuqori suratida 4, mahrajida 2 qoladi. Ya'ni 4 taqsim 2. Bu cheksiz taqsim cheksiz ko'rinishdagi aniqmaslik bizada hech qanaqa demak 1 emas ekan. Demak, bu misolimizda 2 chiqdi. Endi monoton ketma-ketliklarning berilgan bo'lsa, ularning oldingi hadi keyingi hadidan kichik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana shunaqa davom qiladigan bo'lsa, bu ketma-ketlik, ya'ni ixtiyoriy n natural son olinganda xn plus 1 katta xn ko'rinishda yoki katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, bu ketma-ketliklar o'suvchi ketma-ketliklar bo'ladi. Agarda katta yoki teng bo'lsa, kamaymaydigan ketma-ketliklar deyiladi. Ikkinchi, agarda ixtiyoriy n natural son uchun xn plus 1 kichik xn yoki xn plus 1 kichik yoki teng xn bo'ladigan bo'lsa, bu ketma-ketliklar kamayuvchi ketma-ketliklar deyiladi yoki o'smaydigan ketma-ketliklar deyiladi. Endi u ikkalasini, masalan, o'suvchi yoki kamayuvchi yoki o'smaydigan, kamaymaydigan ketma-ketliklarni bizada monoton ketma-ketliklar deyiladi. Endi misol sifatida ko'rishimiz mumkin. Mana xn ketma-ketliklar berilgan. N taqsim n plus 1. Buni tekshirish uchun, masalan, xn plus 1 ning xn dan kattaligini tekshirishimiz uchun xn plus 1 hadini olamiz hamda xn hadini olamiz. Ularning ayirmasi agarda musbat bo'ladigan bo'lsa, bu ketma-ketlik o'suvchi bo'ladi. Agarda manfiy bo'ladigan bo'lsa, demak, bu ketma-ketlik kamayuvchi bo'ladi. Mana misolda ko'rishimiz mumkin. Xn plus 1 hadi n plus 1 taqsim n plus 2 minus n taqsim n plus 1, bu 1 taqsim n plus 1 n plus 2. Endi bu tengsizlikni yechadigan bo'lsak, bu har doim musbat. Har doim musbat bo'lgani uchun xn plus 1 har doim xn dan katta o'suvchi ketma-ketlik ekan. n natural bo'lgani uchun yaxshilab e'tibor qaratinglar. N natural, mahrajda hech qanaqa minus yo'q, shuning uchun bu musbat. Bu ketma-ketlikni qarashimiz mumkin. Bunda xn barobar n faktorial taqsim n ning n-chi darajasi. Xn ketma-ketlik agarda mana bunaqa ko'paytma ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, masalan, biz bo'lib ham tekshirishimiz mumkin, ayirib ham tekshirishimiz mumkin. Bo'lganda birdan kichik bo'lsa kamayuvchi, agarda birdan katta bo'ladigan bo'lsa o'suvchi bo'ladi. Ya'ni xn plus 1 ni xn ga bo'lamiz. Endi mana hadlarni qo'yib, soddalashadiganlarni hammasini soddalashtirgandan keyin 1 minus 1 taqsim n plus 1 ning n-chisi bo'lib qoldi. O'shani birdan kichik bo'ladigan bo'lsa, bu birdan kichik. Masalan, n birinchi hadini oladigan bo'lsanglar ham, n o'rniga 1 qo'ysak, 1 minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Bu yarim. Demak, yarim birdan kichik. Ya'ni n xn plus 1 hadi xn dan kichik. Bu kamayuvchi ketma-ketlik. Ularning hammasi demak monoton ketma-ketliklar deyiladi. Endi buning yaqinlashish alomatlari bor. Demak, agar ketma-ketlik o'suvchi bo'lib, yuqoridan chegaralangan bo'lsa, ketma-ketlik chekli limitga ega. Agarda ketma-ketlik kamayuvchi bo'lib, quyidan chegaralangan bo'lsa, bu ketma-ketlik chekli limitga ega bo'ladi. Misol, mana bu bizada ajoyib limitlarimizdan bittasi. Demak, 1 taqsim 1 plus 1 taqsim n ning n-chisi. N cheksizlikka intilganda y soni. Bu y sonini juda ham yaxshi bilamiz. 2,71. Juda ham maktablarda ko'p foydalanganmiz. Endi shunga yaxshi e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. 1 taqsim n bo'lsa, darajada unga teskari, ya'ni n taqsim 1 bo'lishi kerak. O'shanga teskari. Demak, bu 1 ning cheksizchi ko'rinishidagi aniqmaslik. Mana n ning o'rniga cheksiz qo'yadigan bo'lsak, ikkinchi hadi 1 plus 0 ning cheksizchisi, ya'ni 1 ning cheksizchi darajasi. 1 ning ixtiyoriy darajasi 1 deb qabul qilganmiz, lekin cheksizda nima bo'lganligini bilmaymiz. Mana shu misolda yaxshilab e'tibor beringlar. Limit n cheksizlikka intilganda 1 plus 1 taqsim 2n plus 1. 2n cheksizlikka intilganda 2n plus 1 ham cheksizlikka intiladi. Lekin
suratini ko'radigan bo'lsak n+1 turibdi, lekin u suratida ham demak 1 taqsim 2n+1ning teskarisi bo'lishi kerak, ya'ni 2n+1 taqsim 1 bo'lishi kerak. Shuning uchun 2n+1 ga ko'paytirib bo'lamiz. O'shandan demak soddalashtirishlardan keyin mana bu qavs ichidagi 1 taqsim 2n+1ning darajasi 2n+1 bo'ladi. Bu y bo'ladi. Y'ning 1 taqsim 2 darajasi hamda ikkinchi integral hosil bo'ladi. Bu ikkinchi integralimiz 1 ning 1 taqsim 2 darajasi bo'lib qoladi. Ya'ni y'ning 1 taqsim 2-si yoki ilzosti y ko'rinishida javobimiz chiqadi. Ketma-ketlikning demak ijtimoiy sohalarda ham ishlatilishi bor. Masalan, o'zimiz mana iqtisodiy tarmoqlarda oddiy foiz turini hisoblash, bankka qo'yilgan birinchi mablag'ni P deb olsak, masalan biz vklad qo'yadigan bo'lsak, o'shani oddiy foizli turda bank har yili foiz beradigan bo'lsa, taqsim 100 ko'paytirilgan P har yildagi qo'shimcha pul miqdori hisoblanadi. Bundan demak birinchi первоначальный qo'yilgan pul plus demak taqsim 100 ko'paytirilgan P hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha birinchi yil qo'ygan pul hamda uning yillik foizi qo'shiladi. Ya'ni 100 million qo'ygan bo'lsak, 20% bo'lsa, demak 20% 100 million plus 20% qilib qo'shiladi. Keyingi yil yana masalan shu nimani, masalan ikkinchi yilda ham o'sha qo'yilgan summaning 120 million bo'lgandan keyin o'shanga yana o'zgarmas foizli bo'lsa, o'sha demak 100 millionning foizi qo'shiladi va hokazo. Mana shuning uchun t yilda qt funksiyasini keltirib chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni p boshlang'ich qo'yilgan summa demak 1 plus rt taqsim 100 ko'rinishidagi ketma-ketlik hosil bo'ldi. Mana t ning o'rniga 1 qo'ysak, birinchi yilni hisoblab beradi. T ning o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, ikkinchi yilni, t ning o'rniga 3 qo'yadigan bo'lsak, 3-yilda qo'yilgan mablag'imiz qancha bo'lishini hisoblab beradi. Endi murakkab foiz bo'ladigan bo'lsa, demak bu turdagi hisoblashda bankka qo'yilgan mablag' har yili 1 plus taqsim 100 miqdorida ortib boradi. Birinchi yil oxirida mablag' miqdori, demak boyaga hisoblaganimiz P ko'paytirilgan 1 plus taqsim 100. Ikkinchi yilda уже Q1, ya'ni birinchi yilning foizi bilan birgalikda yana o'sha birinchi yilda foizi qo'shilganning 20% bo'ladi. Keyin buni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishdagi funksiyani olamiz. T yildan keyin, ya'ni Qt barobar P ko'paytirilgan 1 plus taqsim 100 ning t darajasi. Shu orqali bu уже masalan birinchi yil 100 million qo'yilgan bo'lsa, ikkinchi bir yilda 20% qo'shildi, 120 million bo'ldi. Keyingi yil уже 120 million so'mdan boshlab 120 millionga 20% qo'shiladi. Buni demak murakkab foiz deb ataladi. Endi misol sifatida mana ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Har yili hisob qilinadigan 8% bankka $5000 qo'yilgan. Demak valyutniy qo'yilgan ekan. Unda demak 3 yildan so'ng qo'yilgan mablag' qancha bo'ladi? Ya'ni rimiz 8%, t'miz 3, funksiyaga qo'yadigan bo'lsak, p'miz boshlang'ich qo'yilgan $5000. Ya'ni $5000 ko'paytirilgan 1 plus 0.8 o'shaning kubi. Hisoblaydigan bo'lsak, mana $6298 hamda 56 sent. $5000 qo'yadigan bo'lsak, 8%lik ustama bilan 3 yildan keyin $6298 56 sentga ko'payar ekan. Demak, foiz yilda bir necha marta hisoblanadigan yoki murakkab jamg'arma turlari bor. Yilda demak bir yilda m marta hisoblash, yilning 1 taqsim m qismida, yilda 2 marta hisoblash, 2 taqsim m qismida quyidagi formulalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Foizlar demak yilda 2 marta o'zgarsa, masalan birinchi 20% bo'lib, keyin
22%ga va hokazo o'sha murakkab holatlarda quyidagi formulalardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ikkinchi yilning 2 taqsim m, demak, ikkinchi yil oxiridagi summamiz quyidagi formulalardan foydalanishimiz mumkin. Umumiy qilib t yildan so'ng mana bu quyidagi ketma-ketlik ko'rinishida olishimiz mumkin. Misol, 6% daromad beradigan bankka $1000 qo'yilgan, bank hisoblashni yilning har choragida amalga oshirsa, yil oxirida qo'yilgan mablag' miqdori qancha bo'ladi? Mana M4 bo'ladi. Demak, yilni 4 ga bo'lishimiz kerak. T'miz 1 yil, qo'yilgan mablag' $1000, yiliga 6%lik. Demak, bu $1061.31, ya'ni bir chorakda hisoblab berdi. Endi foizni uzluksiz hisoblash uchun har yili bo'ladigan hisoblash ko'lami m ni oshiradigan bo'lsak, mana hisoblash har oyda 12 oy, masalan, har kunda 256 kun, m cheksizlikka intilganda quyidagi formulani olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni p ko'paytirilgan y darajasi rt taqsim 100 ko'rinishidagi qonuniyat kelib chiqdi. Mana shuni yordamida biz hisoblashimiz mumkin. Demak, foiz uzluksiz hisoblanganda qt barobar p ko'paytirilgan y darajasi rt taqsim 100 ko'rinishida olishimiz mumkin. Misol, mana 6% daromad beradigan bankda $1000 qo'yilgan. Bank hisoblashni uzluksiz amalga oshirsa, yil oxirida qo'yilgan mablag' miqdori qancha bo'ladi? Mana hisoblaydigan bo'lsak, boshlang'ich $1000, foiz 6%, y darajasi 0,6 bo'ladi. Hisoblasak, $1000 $1061.84. Endi mustaqil ish uchun quyidagi misollarni ishlab kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak, mana shu bugungi darsimizni yakunlaymiz. Demak, e'tiborlaringiz uchun rahmat.